tasvir va ifoda vositalari. Ushbu mavzuda avval shu narsani ta'kidlash kerakki, o'tgan mavzularimizda biz demak adabiy tur va uning janrlariga ma'lumotga ega edik. Demak adabiy tur va janrlarda Aristotel o'zining poetika nomli asarida aynan o'sha uch turga bo'linganligi va ularni o'ziga xos konseptlarini ishlab chiqqanligi haqida biz tushunchalar va ko'nikmalarga ega bo'lganmiz. Ayni bir paytda ushbu lirik, epik, dramatik turlarni o'ziga xos ifoda etishligi va qolaversa janrlarda shuagi poetik ekspressivlikni tashkil etishligi aynan bugungi ayni mavzuyimizni ifoda etuvchi badiiy tasvirdan ko'proq keng o'rinda foydalanishlik holati lirik mansub bo'lgan ijodiy ishlarda o'ziga tashlanganligini ko'ramiz. Ya'ni biz bugungi mavzuyimizning rejasi sifatida badiiy san'atlarni ma'naviy va lafziy san'atlarga bo'lingan holatni bo'yicha tushunchalarga ega bo'lishimiz kerak. Dastavval biz badiiy san'at haqida demak fikrlarimizni umumlashtirib olamiz. Umuman olganda san'at bu umumiy tushuncha hisoblanadi. Ya'ni arab tilidan olingan bo'lib san'at, ya'ni sun yaratmoq, ma'noni ifodalaydi. Yaratish demak ijodiy yondashish asosida nimadir yaratmoq? Xattotlik, raqs, naqqoshlik, haykaltaroshlik, rassomchilik, bularning barchasida ijodiy yondashuvni kuzatishimiz mumkin. Shular orasida badiiy san'at degan tushunchamiz mavjud. Badiiy san'at bu tushunchani biz birinchi marta ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Alisher Navoiyning davrida eng yetuk adabiyotshunos olim sifatida nom qozongan va adabiyotda o'zining munosib o'rniga ega bo'lgan Vadoiy us-Samoiy nomli asar bilan ilmiy maydonga kirib kelgan ijodkorning ijodiy ishi bilan bog'liqligini alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Hazrat Navoiy biz bilamizki, judayam ko'plab o'sha homiligi ostida ko'plab binoqorning inshootlarida bo'lgan va ko'plab olim ulamolarni o'zini atrofiga to'plab ularga o'sha moddiy tomondan, ma'naviy tomondan ko'mak berganligi haqida bizning ma'lumotlarimiz bor. Ayni o'rinda o'sha inshootda tug'ilgan Atolloh Husayniy degan ijodkorimizni yonlariga chaqirib, bizlarni qildirgan Osiyo va Sultoniya madrasalarida ustozlik qilishni taklif etdi va o'zlarining hisobidan o'qishga maosh to'lab berdi. Va o'qishning qobiliyatlaridan kelib chiqib, Hazrat Navoiy adabiyotshunoslikka oid bo'lgan badiiy asar, ilmiy asar, manzumalar, risolalar yozishlikni taklif etadi. Va Navoiyning takliflariga binoan fors tilida Atolloh Husayniy aynan Vadoiy us-Samoiy degan asarni yozadi. Bu ilmiy risola, ya'ni badiiy san'atlar deb yuritiladi. Aynan bu asar Hazrat Navoiyga bag'ishlab yozilgan. Va bugungi kunda aynan bu asarimizni o'zbek tiliga tarjima qilingan olimimiz bor, Albek Rustamov tomonidan 1981-yilda ushbu asarimiz o'zbek tiliga tarjima qilingan va nashrdan chiqqan hamda aynan shu asarimiz bevosita badiiy san'atlar haqida judayam chuqur mulohazali faktorlarga ega bo'lgan, ya'ni konseptlari ishlab chiqilgan asar hisoblanadi. Aynan bu asarimizda, ya'ni ilmiy asarda 142 ta badiiy san'at ketma-ketligi joylashtirilgan va bu 147 ta badiiy san'atni ikki guruhga ajratgan. Ya'ni ma'naviy san'atlar va lafziy san'atlar. Ma'naviy san'atlar bu aynan asarning, ya'ni lirikning, ijodning mazmun va mohiyatan nimani ifoda etganligini ochib beradigan san'at sifatida e'tirof etilsa, lafziy san'atlar esa aynan o'sha she'rning, g'azalning, ruboiyning, umuman olganda lirik turga mansub bo'lgan janrlarning, ya'ni shakl tomonidan qanday badiiy san'atni yuzaga keltirganligini ko'rsatadi. Xususan, ma'naviy san'atlar biz sizni demak ko'p bora o'sha ijodkorlarimizni ijodiy ishlarida, xususan mumtoz adabiyotimizni vakillarining devonlarida
aynan o'sha ma'naviy va rasmiy san'atlarga keng ko'lamda qo'llanganligini guvoh bo'lganmizki, bugungi kunda adabiyot olimlarimiz aynan birorta bir ijodkor portretini ilmiy maydonga olib chiqishligi uchun aynan uning poetik mahoratini konsertlarda o'zini o'sha tahlillarini, tanqidlarini olib borishadi va shuning uchun ham Alisher Navoiy poetikasi, Alisher Navoiy nasr poetikasi, Alisher Navoiy she'riyati poetikasi bo'lgina Navoiy haqida to'xtaladigan bo'lsak, Bobur poetikasi, Lutfiy poetikasi, Gadoiy poetikasi, judayam ko'plab ijodkorlarimizni o'sha poetikasi bilan, ya'ni ilmiy tadqiqotni olib borgan olimlarimizni ijodiy ishlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Lekin shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, aynan o'sha poetik mahorat ko'proq badiiy san'atlarda qay darajada ijod etganligi, badiiy san'atlardan qay darajada ko'lamdorlikka egami, serunumlikka egami yoki kamunumlikka egami degan tushunchalar doirasida tadqiqotlar olib borilganligi ahamiyatga ega. Demak, biz bugun umumiy holatda ma'naviy san'atlar va lafziy san'atlarni, ya'ni badiiy san'atlar sifatida ifodalanganligini mavzu doirasida ko'ramiz. Demak, ma'naviy san'atlarimiz yuqorida ta'kidlaganimizdek she'rning, g'azalning mazmun mohiyatini ifoda etuvchi san'at turlaridan tashkil topadi. Intoq, tazod, talmih, tashbih, tanosub, tafrid, risola masal, ilhom, tajovli orif, lafz va nashr va hokazo. Shular ichida demak eng ko'p qo'llanadigan demak badiiy san'atlarga murojaat qilamiz. Biz an'anaviy tarzda eng ko'p ijodkorlarimizda tashbih san'ati qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Tashbih bu o'xshatish san'ati. Qiyoslash. Qiyoslashimiz demak ko'proq birgina g'azal janri misolida demak tahlillarimizni olib borishga harakat qilamiz. Demak g'azal janri. G'azal janri arab tilida demak ayollarga xushomad degan mazmunni ifoda etuvchi bu janrda ko'proq yer go'zaliga, bog'liqga bo'lgan ishqi ilohiy va ishqi majoziy ishqning ikki turi kuylanishligini biz bilamiz. Bugun mavzumizga ko'proq e'tiborimizni aynan ishqi majoziy ruhda yozilgan g'azallar misolida lafziy va ma'naviy san'atlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni yer go'zaliga bag'ishlab yozilgan ishqi majoziy holatdagi tashbihlar ular larga qiyos qilinadi. Soch surilgan, tishlar gulga, ko'zlar cho'lponga, qaddi-qomat sarv daraxtiga, yuz oyga yoki gulga, zulfimiz anvarga o'xshab keladi. Bu o'xshatishlar an'anaviy o'xshatishlar hisoblanadi. Nimaga deganda juda ham ko'plab ijodkorlarimiz aynan mana shu tashbih san'atlari misolida o'zlarining ijodiy mahoratlarini namoyon qilishadi. Misol tariqasida bor bo'lamiz. Ne balog'u hasadu armon bilan bog'lanibdir. Garmen o'zim olisini ko'rmadim yo'q. Baytimiz tarkibida demak tashbih san'atini oy yuzing shakli qo'llangan. Demak, yuzni oyga qiyos qilish. Endi uni mazmun mohiyatiga e'tibor qaratsak, agarki men bu dunyoda armon bilan o'tadigan bo'lsam, sening oy yuzingni ko'rmaganliging natijasidadir. Qarang, mazmun mohiyatini qiyos tariqasida to'g'ridan to'g'ri bu tashbihni, ya'ni o'xshatish san'atini mohiylik bilan ko'rsatyapti va bu an'anaviy qolganligini kuzatishimiz mumkin. Qolaversa, yana bir tashbihning bir turi borki, bu istiora deb ataladi. Istiora bilan tashbihni bir-biridan tafovuti shundaki, tashbihda oy yuzing, cho'lpon ko'zing, lali labing tarzida ifoda etiladigan o'xshatishlar, ya'ni o'xshatilmish va o'xshamish haqiqisi ishtirok etadigan bo'lsa, istiorada esa aynan o'xshatilish tushib qoladi. Lekin biz mazmunan u haqida gap ketayotganligini anglab turamiz. Har qachon laning tabassum qilsa shakar sochilar, chun takallumingdan dam olsa duriga har sochilar. Bu yerda istiora san'atimizni laning tarzda qo'yilganligini ko'ryapmiz. Mazmunan qaysi so'z tushib qolyapti? La so'zi tushib qolyapti. La bu podshohlarning tojini o'rta qismida, markazida qip-qizil la tosh
qolgan toshlar zebuzilgan sifatida bezatiladi. Aynan bu lal tosh qizil rangda va kichik bu juda ham qimmatbaho tosh hisoblanadi. Va shunga qiyos qilinayotgan, ya'ni shunga mengzalangan labni aynan o'sha lal tarzda ifoda etilishligi va lab tushib qoldirilgan bo'lsa ham uning mazmuni ifoda etilishligini biz anglab turishligimiz, demak, baytni mohiyatiga, mazmuniga e'tibor qaratamiz. Agarki labing tabassum qiladigan bo'lsa, undan boy shakar sochilib turgan. Shirin so'zligingga ishoradir deyapti. Agarki qahqaha qiladigan bo'lsa yoki gapiradigan bo'lsa, bu holda tishlari namoyon bo'ladi. Demak, bu go'zallik, bunday tarixiy tavsiflar, demak, g'azallarimizni keyingi tadrijiy rivojlanishi mobaynida u yanayam keng solib ochilib borishini ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, yana bir ma'naviy san'atimiz borki, bu lafz nashr badiiy san'at. Bu turli shi'ralik, ko'z bila zulfi oraziy zevbor, qaysi jayron, qaysi sumbul, qaysi gulzor amdoqdir. Ya'ni lafz nashrni konseptiga ko'ra nima? Birinchi misrada ketma-ket ifoda etilayotgan o'xshatishliklar, ikkinchi misrada unga mengzalayotgan obyektlar bilan qiyoslagan. Xususan, birinchi misrada ko'z, zulf, ora so'zlar ifoda etilgan bo'lsa, ikkinchi misrada ko'z jarayonga, zulfni sumbulga, orasini misolga qiyos etilayotganligi ketma-ket tarzda, ya'ni lafz va nashr tarzda ifoda etilishligini kuzatishimiz mumkin. Demak, bu san'atimizning o'ziga xos xususiyati mana shu holatda ifoda etiladi. Qolaversa, yana bir go'zal bir ma'naviy san'atlarimizdan biri irsol-i masal. Irsol-i masal ya'ni misol keltirish. Maqolmi, hikmatli so'zmi, buni ya'ni g'azal tarkibi, bayt tarkibiga singdirib yuborishlik. Demak, husn davronin g'animat tut, vafo qil oshqa, ey begim kim, ko'z yumib ochguncha bu davron kechar. Demak, baytimiz tarkibida irsol-masal, ko'z yumib ochguncha bu davron kechar. Ya'ni hayot o'tkinchi, buni g'animat qo'ygan. Husn davronin g'animat tutgan, ya'ni bu hayotning o'tkinchiligi haqida gap ketyapti, ya'ni inson o'zini g'animat ekanligini anglaydi. Endi bu baytimizda nafaqat ishqi ilohiyni ko'rishligimiz uchun shu bilan bir qatorda unga nasihat ruhini ham g'azalni mazmunga singdirilganligini anglashimiz mumkin. Qolaversa, nihoyatda keng ko'lamda qo'llanayotgan va ko'plab ijodkorlarimizni poetik mahoratini belgilovchi tazod san'at ham borki, bu san'at ko'proq demak zid munosabatga ega bo'lgan so'zlarimizni baytlar va misralar tarkibida qo'llanganligi bilan ahamiyatga ega. Seningdek shohning ostonasida meningdek bir gado bo'lmasa bo'lmasa. Demak, seningdek shohning ostonasida shoh va gado so'zlari bir-biriga zidlanish munosabati bilan g'azalning, baytning mazmunini yorishga xizmat qiladi. Sen husn elida shoh bo'lsan, men oshiq elida gado bo'lib senga umidvorman. Ana shu mazmunni qolaversa, ma'naviy san'atlarimizdan yana biri talmih san'ati hisoblanadi. Talmih san'atining talabi shundan iboratki, demak, tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan voqea hodisalar, tarixiy mashhur shaxslar, ularning nomlari baytlarga singdirilishini ifoda etadi. Baytimizda Nuh to'fonidan oshdi ko'zlarimning seli to ne yerga yetgursidir oqibat bu mojaro. Ya'ni ushbu baytimizda Nuh alayhissalom nomlari tilga olinadi. Tarixan ma'lumki, ya'ni payg'ambarlar qissasida ham bu haqda juda chuqurroq mulohazalar bilan fikr bildirilgan. Nuh alayhissalom davrida juda katta bir to'fon bo'lgan, sel
demak u kishining davrida, ya'ni Nuh alayhissalom davridagi toshqin, to'fon haqida gap ketayotgan ekan, aytimizlarga mazmunga muqoyisa qilamiz. Demak, Nuh to'fonidan ham, Nuh alayhissalom davridagi to'fonidan ham mening ko'z yoshlarimning to'foni yer yuziga qamrab oldi. Butun bir yer yuzida aynan mening ko'z yoshlarim natijasida toshqinlar paydo bo'ldi. Bundan belgisi baytlarning tadrijiy rivojlanishida bu holatni ko'rishimiz mumkin. Ishq qo'yining shu holga tushganmi? Bu yerdan mubolag'a san'atini ham ko'rishimiz mumkin. Demak, tarbiya sifatida esa Nuh alayhissalomga ishorat qiluvchi, demak, baytlarga kelgan so'zni ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, tajnis bu jinsdosh so'z, ya'ni amon so'zlarni ijodiy ishda qo'llanilishi. Amon so'zlarimiz agar qilsam gadoga lutfu bila kelmadi, kun borur bo'lsam yopiqroq qoshig'a shu matlabni beradi, kelmadi. Baytimizda kelmadi jinsdosh so'zlar qo'llanadi. Lekin har ikkisi bir ma'noga ega emas, ikkalasi ham amonlik xususiyatiga ega, ya'ni ikki ma'noni ifoda etadi. Ikki ma'no deganimizda demak, mazmundan kelib chiqamiz, bu mazmun mohiyatiga ko'ra qaysi misralar qo'llangan so'zlarimiz, ya'ni kelmadir so'zi qanday ma'noni ifoda etishini ko'ramiz. Agarki tabassum aylyapti va u o'ziga meni chorlayapti va ro'za olishlikka agar uning taklifiga ko'ra man u yoniga boradigan bo'lsam, u fikrini qaytib rad etadi. Demak, birinchisida taklif, ikkinchisida inkor munosabatlarni ifoda etishligini ko'ryapmiz. Va bizda judayam chiroyli yana bir san'at turimiz borki, bu mana men san'atimizda tanosub san'ati. Tanosub san'ati nimani talab etadi? Tanosub san'atini talabi shundan iboratki, uyatdosh so'zlarni bayt yoki misralar tarkibida kelishi. Ya'ni Mustanom bo'lsin kamoli husni joli kim bu kun mehru mahayron ey ko'zi cho'lponimsan. Mehr mah cho'lpon. Bu so'zlar uyatdoshlik. Mehr quyosh, moh oy, cho'lpon yulduz. Demak, bu so'zlarimiz bir yerda, ya'ni astronomiya sohasiga oid bo'lgan terminologiyani xatolashib kelishligini kuzatishimiz mumkin. Agarki sening husningni ta'rifini aytmoqchi bo'lsam, butun quyosh, oy, cho'lpon, yulduzlar barchasi hayratda qoladi. Qarang, qanday chiroyli tanosub san'atini yuzaga keltirgan. Biz ko'proq bu badiiy san'atlarning mazmun mohiyatini ochishlik bilan foydalanishligini ko'ryapmiz. Demak, bizning yana bir badiiy san'atimiz borki, bu badiiy san'at jonlantirishlik bo'ladi. Jonlantirish o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Tashxis va intoq. Tashxis bu shaxslantirish. Intoq nutqlantirish. Demak, jonsiz predmetlarimizni nutqqa kirishligi yoki harakat, ya'ni insonlar kabi bo'lishlik holati jonlantirish badiiy san'atiga kiradi. Hinduviy zulfing meni kofir deding deb to'ladi. Chin emasmi? Ey ko'zi kuffor haybatilmadan. Qarang, hinduviy zulfi bilamiz, ha? Hinduviy deganda qora zulf, hind timsohni qora rang bilan qiyoslangan va ular aynan qora zulf so'zi aytgan. O'zim qora zulf bo'lasan va qolaversa mening sohibimning ko'zi demak ko'k bo'lganligi uchun meni kuffor deyapsan, meni kofir deb aytyapsan. Bu xato. Sen mening rangimga qarab, ya'ni zulfni qarang so'zim,
mening rangimga qarab bunday fikrlar qaytdi. Hinduizm filmini kofir, dinining to'g'ri, chinmasmi e'timiz bor hayotlardir. Demak, zulfni nutqqa kirishlik holati ifoda etadi. Jahon adabiyotida ham ushbu san'at qo'llaniladi. O'zbek mitoz adabiyotida tafriq deyiluvchi, ya'ni kichraytirish badiiy san'ati jahon adabiyotida metoda san'atini hosil qiladi. Demak, o'zbek mitoz adabiyotimizda aynan tafriq bu o'sha kichraytirish ko'proq ilohiy tarzda ifodalanishligi. Qolaversa, tasavvufiy ruhiyatni ifoda etganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni gar bor desam og'zingni belingni kamoki chindur ajab isbotiyu yolg'on desam. Ya'ni bu mazmun mohiyati shundaki, agar seni og'zing va beling bor deb ta'rifini aytmoqchi bo'lib, uni ko'rsatmoqchi bo'lganimda o'zim shubhalanib qolaman. Go'yoki u yo'qdek. Men hozir ta'rifladim, mana uni og'zi va beli bor. Mana deb ko'rsatmoqchi bo'lsam, lekin ko'rinmaydi. Judayam kichraytiradi. Buning mazmuni shundaki, belning yo'qligi, ya'ni belning nozikligi, ingichkalik insonning kamtarinligini belgisi hisoblanadi. Og'izning kichraytirishlik holati esa, ya'ni juda ham kichik holatda tasavvur etilishligi esa bu tasavvufiy tushuncha. Tasavvufda, ya'ni tasavvufiy tushunchada nafsdan g'olib kelishlik, nafsni bo'lishlik munosabatini ifoda etadi. Albatta, diniy tasavvufiy mazmundagi oliflarni ringini, g'azalni, ushlashligini kuzatishimiz mumkin. Qolaversa, yana bir go'zal ma'naviy san'atimiz ruju deb ataladi. Ruju bir fikrni ifoda etib, undan qaytib, undan da kuchliroq fikrni bayon etishga intilish. Fikrni berib, yana undan ustunlik namoyon qilish. O'lmayak simvosidan, yalqur emasdir yo pari. Pastlidir bu nasl odamning amin, yuz yo bari. Demak, uni malak siymo sanamni man inson deymikin, yoki qo'l deymikin, yoki uning bittasi desammikin, yo'q, undan da ko'p yuztasini husnida mujassam desammikin. Mana shu fikr demak ruju san'atini yuzaga keltiryapti va bu narsa tilshunoslikda gradatsiya deb yuritiladi. Gradatsiya bu o'sha fikrni qaytarishlik bo'ladi. Qaytib yana fikr bayon etish. So'radim, yalindim, yolvordim, tiz cho'kdim. Qarayapsizki, o'sha birinchisi, ikkinchisi ustunlikka ega bo'lishligi kerak. Mana shu holat demak tilshunoslikda gradatsiya, mumtoz adabiyotimizda ruju san'ati bo'lib qoladi. Demak, mazmun mohiyatdan ifoda etiluvchi ma'naviy san'atlarimizdan bir nechtasini biz ko'rib chiqdik. Ikkinchi bir san'at turi borki, ya'ni guruhlanishiga ko'ra bu lafziy san'at hisoblanadi. Lafziy san'atlarimiz bevosita shakl bilan bog'liq. Ana endi biz g'azallar, baytlar bevosita ularni tashqi shakliga ko'ra ifodalanganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, lafziy san'atlarda taqdir, bosh qofiya, tarsi, tarbiat, muqarrar, qo'lchi va hokazolar ularni o'rgatishga harakat qilamiz. Biz bilamizki, odatda qofiya san'ati, qofiya qayerda keladi? Qofiya misra oxirida, ya'ni misralarning oxirida o'xshash so'zlarning qo'llanishligi. Lekin bosh qofiya o'zining ma'nosidan bildirki, demak, misraning so'ngida emas, bosh qismida qo'llanishligini ifoda etadi. Siratinda durabo, davlat nishoni ko'rinadi, suratinda dali anvoyi ma'ni ko'rinadi. Demak, suratinda so'zlari lafziy san'atni hosil qilayotganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, biz yana bir lafziy san'atdan biri zulf-u qofiyatayn. Zulf-u qofiyatayn ayni ikkilantirilgan holat hisoblanadi arab tilida. Demak, ikki va undan ortiq bo'lgan qofiyalarni qo'llangan holat hisoblanadi. Ya'ni bitta so'zdan iborat bo'lgan qofiya emas, ikki va undan ortiq so'zlarning qofiyalanib kelishligi. Ey nozi olamdan manga dildor umid,
dilrabolarning ichida jonima diydor. Demak, manga dildor, jonima diydor, bu har ikkisi zulfi qofiyadan sanatini yuzaga keltiradi. Qolaversa ushbu baytimizda o'zida radif qaysi so'z? Umid. Umid so'zi takror qo'llanadigan so'zlarimiz radif tarzda kelishligini biz yaxshi bilamiz. Albatta yana bir narsani ta'kidlashimiz kerak. Aziz san'atlar ichida ikki san'at bor, biri ikkisiga nihoyatda o'xshash. Faqat ularni birgina tinish belgisi yoki ishoraviy belgi bilan farqlanishligini ko'rish mumkin. Bu takrir va mukarrar san'atlar. Ikkalasi ham takror qo'llanuvchi so'z deyiladi. Demak, bu takror qo'llanuvchi so'zimiz baytning yoki misraning so'ngida emas, uning tarkibida qo'llanadi. Agar misra so'ngida bo'lsa, u radif bo'lib qoladi. Biz buni bilamiz. Lekin misraning tarkibida qo'llanishning holati esa takrir va mukarrar. Takrirda odatda mutatsion belgi, ya'ni tinish belgisi bilan ifoda etiladi. Chun yaxshi uchun otlarning ayol sarbi ravonning yetti-yettigar bo'lgan mening og'izlarim sen qayerga ketyapsanki, mening og'izlarim yetti osmonga yetib boradi. Sen demak meni tashlab ketyapsan, mening og'izlarim osmon falakka yetib boradi. Mana shu yerda yetti so'zlari takrir san'atini hosil qiladi. Ayni paytda mukarrarda esa xuddi shu takror qo'llanuvchi so'zlarimizni ishoraviy belgi bilan ifodalanishligini, ya'ni takroriy so'z bilan ifodalanganligini ko'rish mumkin. Alloh, bu ne shakl shiva bu, tamkin bo'lur, bu latofat bilman, qo'lsin, yoxud qarib. Bu baytimiz tarkibda mukarrar san'at sifatida Alloh takror qo'llangan so'zni ko'rishimiz mumkin. Aynan shu so'z bilan ifodalanadi bu san'atimiz. Qolaversa, aziz san'atlarimiz ichida nihoyatda o'zining chiroyli o'rniga ega ekanligini hojib san'ati alohida tasvirladi. Sababi bu hojib san'atining o'ziga xos xususiyati, xuddiki radif qofiyadan so'ng misra so'ngida keladigan so'z agar radifni hosil bo'lsa, qofiyadan oldin takrorlanib keluvchi so'zimiz bu hojibdir. Tushunayapsiz? Demak, radif bilan biz qiyoslanganimizda darhol o'rnini olib topishimiz mumkin. Shakkari, nabot, misr, erod, jon, zararlik og'izning yasalgan jon, erod har qanday jon. Bu yerda o'zi radif bormi? Jon. Qofiyamizki erod. Yo'q. Sharmanda har qanday. Erod so'zlari esa bevosita mana shu yerda hojib san'atni yuzaga keltiradi. Sababi, demak, qofiyadan oldin takrorlanib keluvchi so'z. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, hurmatli do'stlar. Bitta bayt, bitta g'azal, bitta misra tarkibida qo'llanadigan badiiy san'atlarimiz faqat bittagina songa ega bo'lishi mumkin emas. Bu baytni o'zida yuqorida ko'rib o'tamiz. 3 ta demak lafziy san'at qo'llanganligini ko'ramiz. Agar qanchalik baytimiz tarkibida, misralar tarkibida badiiy san'atlar ko'p qo'llanilsa, shunchalik bu ijodkorning mahorati bilan ifoda etiladi. Ya'ni uning poetik mahoratini belgilovchi omil sifatida e'tirof etiladi. Tadoaks. Bu san'atni biz juda ham ko'p ijodkorlarimizda ko'rganmiz, kuzatganmiz. Demak, tadoaks qaytarishlik. So'zning birinchi misrada kelgan qo'shma so'zlarni ikkinchi misrada o'rni almashgan holatda qo'llanish. Qancha desangiz dor topilmas, men senga ham yo'q. Birinchi misrada senga so'zlari, ikkinchi misrada men senga tarzida tadoaks san'atni hosil qilishda keladi. Qolaversa, ta'dil san'ati. Ta'dil san'atining talabi nimada ifoda etiladi? Ta'dil san'atining ifodalanishiga sinonim so'zlar,
mazmun mohiyatan bir-biriga yaqin munosabatni ifodalovchi so'zlarni bir guruhga tizilib kelishga kelgan misolda yoki baytlarni Sevimjonim, begim, xonim, edim, azizim, dilbarim, bizning. Demak, mazmunan Sevimjonim, begim, xonim, umidim, azizim, dilbarim ular bir-biriga yaqin munosabatdagi so'zlar tizimini hosil qiladi. Mana shu holat esa bevosita ta'lim san'atini yuzaga keltirgan hisoblanadi. Yana bir lafziy san'atimiz bu ishtiqoq san'ati. Ishtiqoq san'atini asosiy xususiyati shundan iboratki, bu bevosita arab shunosligida so'zlarimiz bir o'zakdan hosil bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Aynan bir nechta so'z aynan bir o'zakdan tarkib topib hosil bo'lgan. Masalan, chunki ko'rdim shodmonlik birlarga xosin, xosiyatdir, maqsadim dunyovidim bu tinchsin. Baytimiz ichida xosit va maqsad so'zlari bitta o'zakdan tarkib topgan so'zlar hisoblanadi. Va shunga ko'ra bu san'at ishtiqoq san'ati hisoblanadi. Va shuning uchun ham bevosita ishtiqoq san'atining talabi aynan o'zakdosh so'zlarni bayt yoki misra tarkibida qo'llanishligi hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Bu kabi so'zlarimizni ham bilamizmi? Hamd, hamid, mahmud, xonima. Bu so'zlar bitta o'zakdan tarkib topgan. Agar bu so'zlarimiz bayt yoki misralarda qo'llangan bo'lsa, aynan ishtiqoq san'atini yuzaga keltirgan bo'lamiz. Va qolaversa, tavsiya san'ati. Tavsiya san'atimizni talabi ostima-ostin kelgan. Demak, misramizdagi so'zlarimiz nechta bo'lsa, keyingi misradagi so'zlarimizga muvofiq tarzda barchasi qofiyadoshlikka ega bo'lishligi talab etiladi. Yanoqning ravzai rizvon dinordir, dudoqning chashmai hayvon dinordir. Yanoqning dudoqning ravzai chashmai rizvondan hayvon. Bu so'zlar barchasi ostima-ostin tarzda kelgan holatda hammasi qofiyadoshlikdan talab etiladi. Uni olganda, demak, ma'naviy va lafziy san'atlarimiz bevosita mana shu ikki guruhlanishga ko'ra, demak, bizga Atolloh Husayniy tomonidan konseptual ishlab chiqilgan Bag'voyi insonlarida ifoda etilgan lafziy va ma'naviy san'atlarimiz guruhi bo'yicha biroz bo'lsa-da bitta ko'nikmaga ega bo'ldik. Bunga o'sha darsimizga ifoda etilishligiga maqsad qilib qo'yilgan ilmiy faktlar mana shulardan iborat hisoblanadi va sizlarga qolaversa alohida topshiriq sifatida sizlar mashg'ulotimiz uchun adab sifatida sizlarga ixtiyoriy tarzda topshiriq, ya'ni har bir dastavval nazariy ma'lumotlarga tayanishligimiz kerak. Bevosita shu namoyishimizning shubhasiz va olimlarning mana shu kitobini o'qib baraka chiqishingiz kerak bo'ladi. Ilmiy manba sifatida qolaversa Odam Umurov olimamizni badiiy javob asoslari darsligi hamda adabiyotshunoslik nazariyasi ushbu kitoblarimiz keyingisida bor linklari kiritilgan, ular bilan tanishamiz va bevosita badiiy adabiyot, badiiy manba sifatida Marhamat Uvaysiy devoni, Haziniy devoni, Lutfiy devoni, Gadoiy devoni, Navoiy hazratlarining devoni yoki Kulliyot. Demak, mumtoz adabiyotimizdagi odatiy fe'limiz agar qaysi bir portretimizni devonini olib, ularni aynan o'sha ma'naviy va lafziy san'atlar bo'yicha ijodiy merosini tadqiq etib, ularga qo'llangan badiiy san'atlardan har biriga bitta misol topib yozib berishligingiz va tushunib anglagan bo'lsa